Assalomu alaykum hammaga. Bilaman oradan ancha vaqt o'tib ketdi. Vloglar orada to'xtab qoldi. Bitta 4 oy tanaffus bo'ldi. Oxirgi vlog oktyabrda bo'ladigan bo'lsa, noyabr, dekabr, yanvar, mana fevral, bugun 22-fevral. Уже bilsanglar kerak qayoqqa ketayotganimni. Bugun Barselonaga boramiz. 3 kun 2 kecha Barselonada o'tkazaman. Bugungi planlar mana bu yoqda chiqadi. Umid qilamanki bugun hamma o'ylagan planlarni amalga oshiramiz. Bugun day 1, ya'ni birinchi kun. Hozir aeroportdaman, Fiumicino. Check-indan o'tdim. Agar kimdir Ryanairdan foydalanadigan bo'lsa, birinchi marta foydalanayotgan bo'lsa, onlayn check-in qilasizlar, bo'ldi. Agar chimadan olmasanglar, agar menga o'xshab oddiy kichkina sumka oladigan bo'lsanglar, onlayn check-in qilasizlar, boarding pass chiqarib beradi. Boarding pass приложениеda bo'ladi. QR kod bilan security kontrolga borasizlar, ya'ni nazorat kontrol. Da. U yoqdan o'sha narsalaringlarni qo'yib, detektordan o'tasizlar, все, bo'ldi, ichkariga kirib olasizlar menga o'xshab. Bu yoqda katta tablolar bor, tablolarga qarab turasizlar, o'zi vaqtini yozib qo'ygan. Hozir soat 8:28 minut o'tdi. Meni samolyotim 10:35 da. 9:30da qaysi gate, ya'ni qaysi darvozadan kirishim aniq bo'ladi. O'sha yoziladi, e'lon qiladi. Hozircha 1 soat vaqtim bor. Hozir shunda oldimda oldin onlayn ko'rardim, aeroportlarda pianino chalib o'ynab o'tirganini. Endi keldim, men turib ketdi boru. Hozir keldim, hozir turib ketdi. Inshaalloh endi 1 soat vaqtimizni kutib o'tkazamiz va xudo xolisa eson-omon samolyotga chiqib Barselonaga xudo xolisa 11:30-12 larda Barselonada bo'laman. Keta 1 soatcha parvoz. Hozir shunaqa gaplar va Barselonadan va samolyotdan aloqaga chiqamiz. Barselonaga qo'ndik. Ona orzu amalga oshdi. 10 sekundga bo'lsa ham pilot bo'lib ko'rdim. Rasmini ham qo'yaman. Ichkarida rasmga tushib oldim. Orzuim bor edi. Orzu amalga oshdi. Bir ikki narsalarni aytib ketmasam bo'lmaydi. Zametkaga olib qo'yishingiz uchun, чтобы sizlar dovdiramasdan, birinchi tajriba bo'lganda qiynalmasdan yetib olishingizga. Birinchisi Ryanairda приложениеga ishonmanglar. Приложениeni faqat QR kodni olinglar va vaqtida yetib kelinglar aeroportga.
gate'ni ko'rsatadi, lekin xato ko'rsatadi gate'larni. Balkim qolganlarda to'g'ri ko'rsatgandir, lekin menda noto'g'ri ko'rsatdi. Tabloga qarab bordim. To tabloda 2 marta o'zgardi gate'ni raqami. Birinchisida 68 edi, keyin 73 bo'ldi. Keyin 73 ga bordim. Yana o'ta tablo yozilgan bo'ladi, qayerga ketayotgan edi, o'sha Barselonaga. Shunga qarab chiqasizlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi, agar Yevropada bo'lsanglar, sizlarda европейский sim karta bo'ladigan bo'lsa, roaming orqali trafik ishlatsanglar bo'ladi, internet. Men Barselonaga hozir kelganimda internet yoqdim, ishlamadi, nima bo'lishini. Nima qilishni bilmadim. Keyin oxiri kompaniyam o'zining приложениesiga kirsam, настройкаdan o'zgartiradigan. Настройкаdan off bo'lib qolishi mumkin. O'chib qolgan bo'lishi mumkin roaming. Ana o'shani настройкаdan yoqib qo'yinglar, on qilib, чтобы sizlar ham qiynalmasdan, nega bunaqa bo'lyapti deb tushunmasdan yurmasliginglar uchun. Da internet bo'lsa hech qayerda adashib qolmaysizlar. Google karta bilan любой joyga borasizlar. Hozircha shular aytmoqchi bo'lgan narsalarim. Agar qiynalsanglar, boshida aeroport o'zida Wi-Fi bo'ladi, lekin 15 minut ishlab qolsanglar bo'ladi. Men shunaqa qilib muammoga yechimni topdim. Ustiga ustak ChatGPT ham ishlamay qoldi. Borib age limit deydi. Qarasam 18 ga to'lmagansan deydi. Bro, hozir men uchun aviakompaniya low coster hisoblanadi, ya'ni arzon biletlarni taqdim qiladigan mijozlar uchun. Qiziq narsalar bo'ladi samolyot ichida ham. Men birinchi marta uchganman Ryanairda. Eshitganman-da oldin, juda boshqa aviakompaniyalarda ovqatlar pulga sotilmoqda. Bu uncha yengil bo'lmadi. O'zimni ko'zim bilan ko'rish bu boshqacha taassurot bo'ldi. Ikkinchisi, har xil narsalar sotadi, ya'ni parfumeriya, atir, yana shunga o'xshagan balo-battar narsalar sotadi. Eng qizig'i, даже lotereya sotadi. Lotereya. Просто shokdaman. Короче, hisoblar qilish kerak deb любая biznes qarashi. Hamma narsa sotishyapti. Qo'y. Havodan pul qilishyapti. Havodan pul qilishyapti. Yog'vorda ustimga nima olgandim, nima deydi? Chiqib olib ko'rsataman-da olgan narsamni. Oyoq kiyimni o'zgartirish kerak. I was ready for the worst. I'm prepared. Ya'ni tish tirnog'imgacha qurollanib kelganman. Raqibim oldidan nima qilishini bilardim. Yomg'ir yog'ishini ham bilganim, o'shaning uchun yomg'irga tayinlab kelgandim. Hozir kiyimlarni nimalarni almashtirib olamiz. Mana endi Barselonani zabt etishga tayyormiz. Told you. I was ready for it. Yeah. Men tomda odamlar yuribdi, bilmayman, tekinmasmi. Tekin bo'lsa go, tekin bo'lmasa butel qisqa. Chunki biz studentmiz, lekin mana kelish orzu edi.
dedim, ko'rdim va zabt etdim. Endi borib yaqindan ko'rib, aylanib La Boqueria degan joyga boramiz. Bu Barselonani eng mashhur bozorlaridan bittasi. Hop, yo Plaza de España deb nomlanadi, agar adashmayotgan bo'lsam. Bu yoqda ham apelsin sirop, chunki bu yoq tropik, adashmasam qilaman. Shunga bemalol apelsinda, mandarinda o'sadi ko'chada, hech kim qaramaydi. Xuddi bizda boy mahallalarda o'riklarga hech kim tegmaganda, bu yerda shunday ko'chalarda apelsinlarga tegmaydi. Hozir hop, mamta yozib qo'yaman, qayerga ketayotganimni. Chunki hozircha informatsiya yo'q. Bilmayman. Chiroyli joy. Hokimiyatmidi bu yo nimadir hamida? Saroymi? Lekin chiroyli qaranglar. Mana ikkita tower. Agar bitta o'zingizlar sayohat qiladigan bo'lsanglar, bitta minus tomoni bor, lekin men uni minus tomon deb o'ylamayman. Ya'ni rasmga tusha olmaysizlar maza qilib. Lekin atrofdagi odamlardan iltimos qilib so'rasanglar, обязательно rasmga olib qo'yishadi. Yo'q demasdan. Bitta odam o'zi sayohat qilishni plus tomonlari bilan minus tomonlaridan ko'proq. Yomon ob-havo hech qachon kayfiyatingizga ta'sir qila olmaydi, agar Ispaniya yoki Barselonaga keladigan bo'lsanglar. Yomg'ir takoy. Maydalab, sekin. Yomg'ir yog'yapti ham deb bo'lmaydi. Unaqa shilta bo'ladigan darajada emas, o'shaning uchun ustimdagi nimani olib tashladim. Lekin oyoq kiyim olganim yaxshi bo'ldi, chunki oyoq kiyim ham uncha qo'l bo'lmadi, nobabi, страховка. Bilib bo'lmasdi. Wow. Manimcha baland nuqtalardan bittasiga chiqdik Barselona. Ko'rsataman. Boyagi bino, oldingi National Art Museum of Catalonia, ya'ni milliy san'at muzeyi ekan Kataloniyani. Adashmasam Tekin degan joyini ko'rdim. O'shaning uchun kirib borgandim. Ichkaridaman, odamlar yuribdi, bilet olmagan. Tekin bo'lsa kemiramiz.
adashmabman, tekin ekan. Faqat 3 dan kelgan. Hozir soat 2 dan 10 minut o'tdi. Soat 5 da zavtrak qilganman, qorin och. O'shanga sekin La Boquerie degan bozorga borib obed qilamiz. Sizlarga La Sagrada Familiani ko'rsataman, faqat unga ertaga boramiz. Havo haqida bir ikkita izoh. Havo zo'r, вообще idealni bor-ku. Yomg'ir ham to'xtadi. Haqiqiy aylanadigan havo bo'ldi. Bitta quyosh yo'qligini aytmasa, tak вообще zo'r. Sovuq ham emas, issiq ham emas. Namgarchilik ham unaqa katta emas, ko'p emas. Вообще zo'r. Aylanadigan havo ko'chada. Ko'chada halol restoranlar juda ko'p. Istanbul kebab, Bangladeshliklarniki, Pokistonliklar, Hindistonliklar. Musulmon odam qiynalmaydi bu yerda ham. Почти 3 ta restorandan bittasi halol. Gap yo'q, ko'z tegmasin. Middle East'ga tushib qolgandek bo'ldimi? Arablar, South Asia, ya'ni Pokiston. Mana shu ko'cha polni musulmonlar. Hamma joy halol. Oshxona, qassobxona, qo'y sotishyapti. Gap yo'q. Shunaqangi halol restoranlar ko'p. Plus qorin och. Yegim bittasiga kirib shuna o'tirib nimadir yegim kelyapti-yu, lekin bozorni ko'ramiz birinchi. La Boqueriani. Authentic kataloniyalik kataloncha nimadir yeb ko'raylik. Agar yoqmasa, halol narsa bo'lmasa, qaytib kelaman mashinani oldiga. Qadamim halol restoran bo'ldi. Ko'z tegmasin, gap. Xo'p, pokistonliklarning ovqatini yeganman. Hindlarnikini почти bir xil o'xshash. O'shaning uchun arablarning ovqatini tatib ko'ramiz agar nimadir to'yimliroq yemasam yoki chiqmasa, qaytib kelamiz ortga. Hozircha yo'l yurmoqdamiz. O'zimizning Chorsu ovqat bozor. Na ekvivalenti. Intellectual tema qo'ygan. E'tibor bermaysizlar.
Safety first. Barselona pickpocketlarni markazi deyishadi. Shuning uchun ehtiyot bo'lish kerak. Ayniqsa bozorda. Somsa. İçida salmon. Baliqli somsa. Keldik. Nimadir yeb ketaylik. 3.95 narxi eslashdi. Da qimmat, mayli. Tatib ko'rish kerak, yeb ko'rish kerak. Ay, har xil nimalardan. Zo'r degustator emasman-u, lekin tatib ko'ramiz. Eslashdi, o'ng qo'lim bu. Baliq, piyoz, oddiy somsa, faqat ichiga baliq qo'shishgan xolos. Hop. Kokonat ichib ko'rmaganman, kokos. Ichib ko'ramiz. Ko'p pul sarflaganim yo'q, chunki bu bozor ovqatlari narxi qimmat va unaqa mazali emas deb eshitgandim va ko'rgandim. YouTube'dagi odamlar unaqa tavsiya bermagandi, lekin bir marta kelib ko'rib nimadir yeb ketishga arziydigan joy. O'sha bu tik bo'ldi, ya'ni qildik, amalga oshirdik. Endi qaytib ana o'sha Muslim neighborhoodga ketyapman. O'sha boyagi halol restoran, kafelar ko'p ko'chaga ketyapman, chunki qorin to'ymaydi. Конечно, bitta somsa bilan bitta kokosga qorin to'ymaydi. Yana boshqa narsalar olsam bo'lardi, pul sarflagim kelmadi to'g'risi. Unda ana shu naryoqda borib kabobmi, nimadir yeymiz, shawarmami. Bitta narsasi musulmonlar juda ko'pligi bu yerda. Juda ko'p. Arablar, Bangladesh, Pokiston, Hindiston musulmonlari. Turistlardan kimni ko'p ko'raman? Koreyslarni, ruslar ko'p, Rossiyada. Bitta o'zbek. Balki mana bitta o'zbek bordir. Odam ko'p. Sezon tanlamaydigan joy bu yo'li. Qishning yozda odam ko'p bo'ladi bunaqa joylarda. Bozordan uzoqqa bormadim, yurgim kelmadi, shuning uchun eng yaqin halol restoran kirdim.
kirsam turkli ekan. Hozir kebab zakaz qildik. Mana shawarma keladi. Ovqatlanib olib, sekin yana mana bu joylarga borishni davom ettiramiz. Boyaga kafe turklamas ekan. Arabli ekan. Katta qulog'imga turkcha eshitdim-da. Nima? Ishqilib boyaga shawarma arabcha 6 euro bo'ldi. Sal emas. Yaxshigina arzonroq yo Barselona. Chem Italiya, chem Santa Marinella, chem Rim. Mana esa tuyulyapti hozircha. Naryoqda 4 euro, 2,5 euroga oshqozon sezgani ham yo'q. Somsa bilan kokosni. Bu yerda 6 euroga yaxshigina oshqozon sezdi nima tushganini. Da. Babi halol nimadan yegan boshqacha. Barakasi bor. Xo'p. Endi mana yoqqa ketamiz. Mana shu ko'cha La Rambla deyiladi. Barselonaning mashhur ko'chalaridan. Va bu ko'cha pickpocketlarni qaynoq nuqtasi. Telefon, qimmatbaho buyum, pul mo'llaga juda ham ehtiyot bo'lish kerak bunaqa joylarda. Odam вообще ko'p. Font de Canaletes. Hech bilmadim, to'g'ri talaffuz qildimmi yo'qmi? Afsonalarga qaraganda shu fontandan suv ichgan odam Barselonaga yana qaytib kelar. Mush. Biz bunaqa superstitionlarga ishonmaymiz. Agar nasib qilsa yana kelamiz. Nasib qilmagan bo'lsa yo'q.